Agar oshiqlaring bo'lsa millionlab, o'sha oshiqlaring so'z tashlagan payt menga boshqalarni borligini emas, meni borligimni boshqalarga ayt. Bayramingiz bilan onajonisi. Bu gullar sizga. Rahmat. Ha, ketayotganimizda bozorga kirib o'tamiz. Bayramligini bilib, bolalarni buvsiniga tashadim. O'rtoqlaringiz kelib qolsa deb bozorlik ham qilib qo'yganman. Keling yo'llarga bir o'yin o'ynaymiz. Agar yutsam, ovqat tuzini ko'rib berasiz. Don Ziggy. Endi ovqat tuzini ko'rib berasiz. Ketdik onajonsiz. Yana bir bor bayramiylar bilan bizni yashashga majbur qilayotgan aziz go'zal ayollar. Onajonisi, ovqat tayyor bo'lganda xo'p siz suzardim. Suzavering. Xo'p bo'ladi, yaxshi. Voy, mazzami sanga o'rtoq. Qatdan topgansan bunaqa yerni? Aytmayman, ko'z tegadi. Olinglar, qizlar. Kechirasiz onasi. Ishxonadan so'rashgandi. Sizni dam olyaptilar degandim. Voy, rahmat. Faqat 8-mart bo'lgani uchun shunaqa bo'lsa kerak-da sizlarda. Yo'q, biz uyda har kuni 8-mart o'rtog'inglar yil 12 oy bayramda yashagandek yashaydilar. Ha. Faqat 14-yanvar kuni hamma o'zingizga xizmat. Har holda biz bayramimiz. Voy, o'rtoq, qatdan topgansan bunaqa yerni? Buni muzeyga qo'yish kerak. Kechirasiz, siz bilan bitta rasmga tushsak bo'ladimi? Ha, rostdan. Mayli, hozir o'zimga sal qarab chiqing unda. Ha, mayli. Faqat mana telefonimga rasmga tushasizlar. Agar singillarim tayyor bo'lsa, rasmga tushamiz ruxsatingiz bilan. Qo'llaridagi Honor telefonni ham 8-martga o'zim sovg'a qilganman. Nima qilyapsiz onasi? Uxlamaysizmi? Yo'q, uxlamayman. Tishdimi? Ha, boyagi rasmlarimizmi? Voy. Nima bu? Ana, qo'lim tepida. Nima bu? Bu nima rasm? Qaqa yo'qolib qoldi. Bu telefonni qayta topgansiz onasi. Honormi? O'ldim endi. Honor telefonida bunaqa funksiyasi borligini bilmabman. Honor telefonlari 8-martga ayollarimiz uchun eng ajoyib sovg'a. Rasmiy 3 bo'laveradi.